Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi suv omborida ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi inspektorlari xodimlari tomonidan navbatdagi nazorat reyd tadbirlari o'tkazildi. Bu tadbir O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 9-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi tabiiy suv havzalarida baliq ovlash qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 80-sonli qaror ijrosini ta'minlash, noqonuniy baliq ovlash holatlariga chek qo'yish va bu boradagi huquqbuzarliklarga chora ko'rish maqsadida amalga oshirildi. Joriy yilning 8-may kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Toshkent dengizining Tuyabog'iz suv omborida Ekologiya vazirligi va hududiy bo'linmalari, Milliy gvardiya xizmatchilari va Golden Fish Group MChJ mas'uliyat cheklangan jamiyat xodimlari bilan hamkorlikda Tuyabog'iz suv omborida navbatdagi nazorat reyd tadbiri olib borildi. Ushbu reyd tadbiri hozirgi kunda o'sha baliqlarni ovlanishi taqiqlangan mavsum hisoblanganligi sababli noqonuniy baliq ovlanishi bo'yicha olib borildi. Tadbir davomida bir nechta huquqbuzarlar aniqlanib, ushbu huquqbuzarlarga tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga to'plangan hujjatlar yuborildi. Olib qo'yilgan mahsulotlar ashyoviy dalil sifatida Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasi xodimlari tomonidan vaqtinchalik saqlash maydonchasiga joylashtirildi. Bundan tashqari, reyd davomida uzunligi 4000 metrdan ziyod egasiz leskali to'rlar yig'ib olindi. Reyd tadbirlari davom ettirilmoqda.